Sho'rchi tumanining markazidan ancha olisda joylashgan Oynako'l mahallasi aholisi bugun o'z hayotida tarixiy o'zgarishlarga guvoh bo'lmoqda. Asosiy drayveri chorvachilik bo'lgan bu hududda aholi qariyb 1 asrdan ortiq vaqt davomida yashab kelgan. Yaqin yillargacha chang va toshli ichki ko'chalar mahalla aholisi uchun muayyan qiyinchiliklar tug'dirib kelgan bo'lsa, bugun ushbu manzara o'zgarmoqda. Ilk bor Oynako'l mahallasi ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizilib, aholi uchun qulay va zamonaviy yo'l infratuzilmasi shakllantirilmoqda. Tuman markazidan qariyb 20 chaqirim uzoqlikda joylashgan Oynako'l mahallasi bugun mana shunday bir go'zal qiyofaga kirib boryapti. Hududni obodonlashtirish ishlari jadallik bilan davom etyapti. Kim o'ylabdi deysiz? Uzoq yillar davomida yo'li talabga javob bermaydigan, o'ydim chuqurlikdan iborat bo'lgan va chang ko'tarilsa, hattoki kelayotgan odamni ham to'sib qo'yadigan darajadagi yo'llarni bir kun kelib asfaltlanadi deb haqiqatan ham Oynako'lliklar ham ishonmasdi, lekin bugungi kunda ushbu yerdagi harakatlarni evaziga Oynako'l mahallasida asfalt yotqizish ishlari amalga oshirildi. Yurtdoshlarimizni ko'z o'ngida bu jarayonlar davom etyapti va 6000 ga yaqin aholi vakillari istiqomat qilib kelayotgan ushbu hududda bo'layotgan bu kabi o'zgarishlardan mahalla ahli mamnun. Chunki endi farzandlarimiz loy, chang ko'chalardan emas, mana shunday tekis va ravon yo'llardan maktablarga borishadi degan fikrlarni aytishyapti. Rosti mahalla ahlining quvonchini ko'rib biz ham quvondik. Endi Oynako'llik bolalar tekis va ravon yo'llarda bemalol velosiped uchish, toshga qoqilmay yugurish, chang ko'chalarda qiynalmasdan maktabga borish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Mazkur o'zgarishlar Sho'rchi tumanida amalga oshirilayotgan tashabbusli byudjet loyihasi samarasi bo'lib, mahalla aholisi hamjihatlik va birdamlik namunasini ko'rsatib, 2 yo'nalish bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdi va ushbu mahalla respublikada 2026-yilga g'oliblar safida birinchilardan bo'lib, o'z mahallasida asfalt yotqizish ishlarini boshlab yuborgan hudud hisoblanadi. Mana O'rta Bo'z 1, O'rta Bo'z 2 ko'chalarimiz asfalt bo'lyapti. Bu yerda asosiy yosh bolalarimiz maktabga borib kelishdan qiynalardi. Biz bundan oldin ham 5 ta mana shunday loyihalar yutib olib, 600 ga yaqin xonadonga uyma-uy ichimlik suvlari kiritildi. Shu Open Budget loyihasining orqasida. 3 ta transformator, 138 ta simyog'ochlar o'rnatildi. Keyin 5 km 600 metr kabellar tortildi. Bugun Oynako'ldagi bu o'zgarishlar mahalla ahli tomonidan katta mamnuniyat bilan kutib olinmoqda. Yillar davomida qiynagan yo'l azoblari o'rnini endi umid, yengillik va yangi hayotga bo'lgan ishonch egallamoqda. Eng muhimi, Oynako'lda kechayotgan bu bunyodkorlik nafaqat yo'llarni, balki odamlarning kayfiyatini, yashashga bo'lgan ishonchini ham yangilamoqda. Ma'lumot o'rnida 2026-yilda tumanning 7 ta mahallasida jami 8,9 km ichki yo'llarga asfalt qoplamasi yotqizildi. Jumladan, Do'stlik mahallasida 1,5 km, Go'zallik mahallasida 400 metr, Oliy Himmat mahallasida 1,3 km, Shaldiroq mahallasida 1,6 km, Egarchi mahallasida 500 metrdan oshiqroq hamda To'la mahallasida 3,6 km yo'llar zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Mazkur ishlar uzoq yillar davomida e'tibordan chetda qolib kelgan ichki ko'chalarni bosqichma-bosqich yangilash, aholi uchun qulay va xavfsiz harakat muhitini yaratishga xizmat qilmoqda.